eng dolzarb beriladigan savollardan bittasi pul tiqilib qoldi, nima qilay deyishadi. Tak, pul tiqilib qoldi. Bunaqa vaziyatda pul tiqiladigan joy bitta kupyura-приёмникda, ya'ni pul qabul qiladigan apparat. Bu o'sha moykani bankomatida turadi va u yerda kupyura-приёмник qanaqa turdagi, qanaqa versiyadagidan qo'yilgan. Biz eng ko'p qo'yadigan kupyura-приёмникimiz, bizda ishonchimizni oqlagan kupyura-приёмник bu Tayvanning kupyura-приёмнigi ISO 9001 xalqaro sifat sertifikatiga ega. Bu kupyura-приёмникda mana biz qo'llaydigan kupyura-приёмник bu masalan mana shu holatda moykaga qotirilgan turibdi. Shuni mana tepasida ikkita tilchasi bor. Qaysi kadr ko'proq yaqin olyapti? Mana shu. Mana shu joyda ikkita tilchasi bor. Shu tilchani bilan bossangiz, mana chiqadi. Shuni qisqayizdan keyin tepaga shuni ko'tarasiz. Bo'ldi. Mana shu joyini va ichiga pul tiqilib qolgan bo'ladi. Mana shu chaynalib tiqilib qolib ketgan bo'ladi. Mana shu qismida. Shu yerdan pulni chiqarib olish kerak. Chiqarib olish kerak va ichiga e'tibor bilan qarash kerak. Bu mana bu ko'targan paytda mana bu narsa surilib chiqadi. Mana bu qismi bankomatni korpusiga qotirilgan holatda qoladi. Mana bu qismi qo'lingizga alohida ajralib chiqadi. Xo'p, uni olasizda mana bu joylarga qaraysiz. Qayerlardadir pulni yirtig'i qisilib, qayerlardadir qolib ketgan bo'lishi mumkin. O'sha narsani akkuratgina qo'l bilan olib tashlash kerak. Agar qo'l bilan olish iloji bo'lmasa, unda bilmadim, pinset bilanmi nimadir sharoitini qilib olish kerak. Faqat ehtiyot bo'lish kerak. Mana bu qismlari linzalar. Bu yerda optik sensorlar bor. Bu faqat ko'zga ko'rinadigan emas, ko'zga ko'rinmaydigan infrakrasniy va infrakrasniyni bilmani ultrafioletoviy diapazondagi nurni ko'radi. Bu odamning ko'zi ko'rmaydigan nur. Pulni shunaqa usul bilan tekshiradi. Xullas, bu joyi shikastlanadigan bo'lsa, pulni olishi yomonlashib ketadi. Xo'p, mana shu joyga ehtiyot bo'lgan holatda skanerdan pulni chiqarib olasizlar va bir marta quruq qog'oz salfetka bo'ladi-ku, aynan bozorda yoki do'konlarda sotiladigan variantidan foydalangan yaxshi. Sababi u qattiq bo'lmaydi, yumshoq bo'ladi. Mana bu joyini sensorlarni chizib tashlamaydi. Bir marta sensorlarni yaxshilab artib tashlaymiz. Mana T simon shakl. Mana bu yerda T shaklida ko'rinyaptimi? Mana shu T shaklidagi joyni yaxshilab artib tozalab tashlash kerak. Va artib tozalab bo'lgandan keyin buni yana qaytarib mana bu korpusga qo'yib, mana bu yopilmadi. Mana bunday holatda korpusda turgan edi. Korpusda mana bu qismi qotirilgan turgan edi. Buni bundan olib kelib, sal teparog'idan ko'tarib olib kelinadi. Mana qarasangizlar, mana bu yerda nimasi bor? Chuqurcha joyi bor. Ana shu chuqurcha joyiga kiradigan qilib, pastini ham kiradigan qilib, mana bu yerda dumaloqcha joylar bor, bo'rtiqchalar. Ana shu bo'rtiqchalar tushadigan qilib, sal teparog'idan olib kelish kerak. Mana, sal teparog'idan. O'zi itarib olib kelinsa, mana o'zi joylashadi. Shundan keyin mana kelgandan keyin joyiga mana uni bundan bossa, mana kirib qoladi. Bo'ldi, shu bilan kupyura-приёмник ishlatishga tayyor bo'ladi. Faqat ba'zida mana bu joyi agar qizil yonib o'chib turgan bo'lsa, u holda apparatni bitta o'chirib yoqib olish kerak bo'ladi. O'chirganda ham bir 5 sekund pauza qilib keyin yoqish kerak bo'ladi.